Hammaga assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Sog'lik eng muhim narsa ekan. Men buni 40 yoshimga yaqinlashib tushunib yetdim va shu Instagramdan u yoq bu yoqdan hamma yoqdan qidirdim. Ishoninglar, men 50 dan ortiq doktor qidirdim. Aynan yurak bo'yicha, jigar bo'yicha, ishqilib organizm bo'yicha faqatgina bitta ayolni topdim mana. Men shunaqani topdim. Sizga katta rahmat. Men juda xursandman. Точно aytdi hamma narsani. Men qilib bilgan ishlarim, nima qilgan bo'lsam, hammasini to'g'ri aytayapti-da. Men sizdan xursandman. Juda katta rahmat. Xudo xolasa, lechena endi boshlanadi. Xudoga shukr, hech qanaqa muammomiz yo'q, lekin muammoni oldini olish uchun kelganman. Ozgina boshlanishdan oldin. Shuning uchun tavsiya qilaman Mashuraxon doktorimizni. Eng zo'r, chunki men bekorga gapirmayman, hech qayerda maqtamayman hech narsani, demak yaxshi biladi, meni bilganlar juda yaxshi biladi. Hech qachon yolg'on narsani ko'rsatmayman, men bor o'zim keldim yoniga. Hamma narsani chotki qilib, joy-joyida qilib, lechenalar yozib berdi. Xudo xolasa yana 3 haftadan keyin albatta kelib intervyu beraman albatta siz uchun. Rahmat azizlar. O'zi hech kamerada hayajonlanmaslikim-ku. Bularni men muxlislarimman. Topsara kechadan beri hammaga aytyapman, to'g'risi. Sog' bo'ling. To'g'risi, xalqimiz tanigan, mana xalq artisti bo'lgan janob Rasul aka, o'zim juda xursand bo'ldim. Sizga rahmat. Juda samimiy ekansiz. Kechadan beri hammaga aytyapman. Bunaqa samimiyligingizni yo'qotmang. Xudo xolasa. Juda xursandman. Hammaga tavsiya qilaman va Mashuraxonning Instagramiga kirib ko'ringlar, nima ishlar qilganini ko'rasizlar. Sog' bo'lasizlar.